Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugungi fors tili fanidan mavzuyimiz bu fors alifbosidagi dol, zol, re, z va j harflari va ularning grafik xususiyatlari hamda ulanishi masalalariga bag'ishlangan va mavzuyimiz rejasi quyidagilardan iborat. Birinchi, dol, zol harflari va ularning grafik xususiyatlari. Xo'p, dol, zol harflarining o'zaro va boshqa harflar bilan ulanishi. R, Z va J harflarining grafik xususiyatlari. R, Z va J harflarining boshqa harflar bilan ulanishi masalalariga bag'ishlangan. Xo'p, dol, zol harflari bu arab tilidagi o'sha dol, zol harflaridan fors tilida qabul qilib olingan harflar hisoblanadi. Demak, dol hamda zol harflarining ikkita shakli bor. Mana ko'rsatilgan. Demak, so'z boshi alohida va so'z o'rtasi bilan oxiri. So'z boshi va alohida va so'z oxiridagi shakllari ko'rsatilgan. Dol, zol harflarining o'zaro va boshqa harflar bilan ulanishini ko'ramiz. Masalan, lam bilan alif, alif va lom bilan ko'rsatilgan quyidagi so'zlar: del, donish, donishju, donishmand, bo'land. Mana shu so'zlardagi demak ko'rinishini ko'ryapmiz va zol harfini bu yerda zekr kaf bilan, ya'ni o'zidan keyin bog'lamayapti, yoki zillat so'zida lam bilan bog'lanmayapti. Laziz bu yerda faqat teskari yozilgan, bunda ham yo'q. Demak, zemma, zemma majburiyat. Bu so'zlarda demak zolning o'zidan keyingi harfni ulamasligini biz ko'rib turibmiz. Xo'p, R, Z va J harflarining grafik xususiyatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, mana R shaklining o'zi R tovushini ifodalaydi. Ustida bir nuqta qo'ysak, u Z harfiga aylanadi. Ustiga uch nuqta qo'ysak, bu J harfi e, hosil bo'ladi bundan. Demak, R harfining ikki shakli bor. Bu alohida so'z boshi va so'z o'rtasi bilan so'z oxiri. Z harfi ikki xil shaklda. Bu ham demak so'z boshi, alohida so'z boshi hamda so'z o'rtasi bilan so'z oxiri. Masalan, mana zabon degan so'zda biz uni ko'ryapmiz. R, Z va J harflarining boshqa harflar bilan ulanishiga e'tibor bersak, ho'p, demak, R harfi, demak, alif va o'zidan keyin o'zidan oldingi alif, bu yerda demak o'zidan keyingi fa, o'zidan keyingi alif, ya hamda vov. Ho'p, bu quyidagi so'zlarda o'z ifodasini topgan: roh, bor, raftan, roz, dirus, dir, dur. Z harfiga e'tibor bersak, boz, bozi, daroz, do'zd, bo'z. Ya'ni u ham o'zidan oldingi harf bilan e, demak alif bo'lsa bog'lanmaydi. O'zidan oldingi harf agar bog'lasa, masalan, bo'z so'zidan bo'z echki. Shunda demak B uni ulab olgan, ya'ni o'ng tomondan bog'lanadi, chap tomondan esa bu bog'lanmaydi. Jandarm so'zida ham xuddi shunaqa. Biz J harfi, ya'ni o'sha xuddi xuddi shunaqa tabiatga ega. Ro, zo kabi jandarm, janviye, mujgon, ajdar. Mana shu so'zlarda biz demak J'ni ishtirokini ko'rib turibmiz. Mana bu misollarda ham keltirilgan. Demak, ho'p, Rusto R bilan boshlanadi. Rud, demak, qoru, mard, sir, joru, murg' hamda zambur so'zlarida demak R'ni ishtirokini ko'ryapmiz. Endi Z'ni ishtiroki mavjud. Nimaga e'tibor beramiz? Zabon, zan, varzish, mazrae, mazrae, e, demak miz, bozu, pezeshk hamda rus so'zlarida Z harfini ishtirokini ko'ryapmiz. Va J harfi jole masalan, jaket yoki majik, hop, demak bu yerda demak yaxshi ko'rinmayapti. Zarb bor.
Bej bor hamda e, ajdaho so'zida mijje so'z. Demak, mana bu so'zlarda jni biz ishtirokini ko'ryapmiz. Demak, mana bu harflarni biz ko'rib chiqdik. Bu harflarni demak o'rganamiz va bu harflarni e, turli pozitsiyalarda, turli nimalardagi so'zlardagi e, qanday o'rin egallashlariga ham e'tibor qaratamiz. Shu bilan mana shu mavzuga bag'ishlangan darsimiz yakunlandi. Hop, keyingi darsda uchrashguncha e, xayrlashamiz.